Neymar haqida 40 ta fakt. Qani ketdik. Neymar 1992-yilda 5-fevralda tug'ilgan. Uning to'liq ismi Neymar da Silva Santos Jr. U Braziliyada tug'ilgan. Neymar hujumchi sifatida o'ynagan. U yoshligida futzal bilan shug'ullangan. Professional faoliyatini Santos FK'da boshlagan. Santos bilan Libertadores'da o'ynagan. 2013-yilda FC Barselonaga o'tgan. Barselonada Lionel Messi bilan o'ynagan. U yerda Luis Suarez bilan hamkorlik qilgan. Ularning hujum uchligi MCN deb atalgan. Neymar Chempion Ligani yutgan. U juda kuchli driblingga ega. 2017-yilda Paris Saint-Germainga o'tgan. Uning transferi rekord darajada qimmat bo'lgan. Neymar Braziliya terma jamoasida o'ynagan. U terma jamoada ko'plab gollar urgan. 18-si 2016-yilda Olimpiya chempionini yutgan. Neymar Ronaldinhoni o'zini kumiri degan. 20-si u ko'pincha 10-raqamda o'ynaydi. 21-si Neymar tezkor futbolchi deb hisoblanadi. U ko'plab reklamada ishtirok etgan. Neymar moda va kiyinishni yaxshi ko'radi. U soch turmagini tez-tez o'zgartiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur. Instagramda millionlab kuzatuvchilari bor. U video o'yinlarini yaxshi ko'radi. Neymar xayriya ishlarida qatnashgan. U Braziliyada juda mashhur. Neymar tez-tez jarohat olgan. 31-si u kreativ o'yinlari bilan mashhur. Ko'plab individual sovrinlarni qo'lga kiritgan. Yosh futbolchilar uchun ilhom manbai. Maydonda fokus qilishni yaxshi ko'radi. Oilasiga juda yaqin. Uning o'g'li bor. Neymar ko'p tillarni tushunadi. U dunyodagi eng mashhur futbolchilardan biri. 40-si u haliyam professional futbol o'ynab kelmoqda.